Oldingi videolarimda aytganimdek, remont qilishni boshladik. Undan oldin birinchi ovqat solib qo'ydim. Moxora sho'rvasi oldim. Shunaqa ilikli suyakni olib solib qo'ydim. Moxorani nahoti bizda alohida 3-4 soat qaynaydi. Shunda ezilib yumshoq bo'lib pishadi. Undan keyin tuzlangan karamazgini yeb ko'rdim. Nimagadir tuzi pastga o'xshadi. O'shaning uchun yana tuz sepib olib qo'ydim. 1-2 marta yedim. Achchig'i sal pastroq bo'libdi. Biz uydagilar hammalari achchiq yeyishadi. O'shaning uchun yana ozgina qalampirli anaqadan qo'shib qo'ysammikan deb o'yladim, lekin hali qo'shmadim. Уже karamim ozgina qoldi. Mana shu devori eski joyini, shuvog'ini olib tashlash kerak ekan. Chunki bu yerdagi oyna ham eskirib ketgani uchun uni ham olib tashlab, o'rniga akfa oynaron qo'yib beraman degandilar xo'jayinim. Sen tegmagin, kelib o'zim shilib tashlayman dedilar. Qo'lim yetgancha joyini qilib ko'ray, chiqqani nima bo'lar ekan dedim. Qo'llarim mazor bo'lib ketdi. Bolta og'irlik qildimi? Yo, shilishi bilmadimi? Mayli, keyingi safar tajribam ko'proq bo'ladi deb o'yladim. Shutgacha bo'lgan joyini buzdim. Mana eski romlarni olib tashlamoqchimiz. Xullas tepalari bor, o'tga qo'lim yetmaydi, balandlikka chiqa olmayman. O'shaning uchun qo'lim yetgancha joyini qildim. Mana yerdagi musorlarni qaranglar, o'zi ham bilmayman necha sheli chiqdi. Tashab tugata olmadim. Rosa ko'p chiqdi o'zi ham. Necha sheli tashladim. Undan keyin suv sepib qo'ydim, sal bosilib tursin deb, keyin ovqatlanib oldim. Oyijonim kelinimni iligi baquvvat bo'lsin deb iliklarini solib suzib beribdilar ovqatni. Toza havoda o'tirib maza qilib ovqatlanib oldim. Shirin choylar qilib berishdi, uni ham ichib oldim. Obuna bo'lib qo'yinglar, remontni oxirigacha birga tugatamiz.